Qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim. Qo'llarimda qaynoq yuragim sen tomonga tipirlamoqda. Qo'shnilardan uyalma jonim, sevarkan deb pichirlamoqda. Qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim. Ey qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim.
bo'lingizlar, omon bo'lingizlar san'atkorlarimiz. Mana hurmatli aziz mehmonlarimiz, kelin-kuyovlarimiz ham davramizga yetib kelishdi. Endi o'z odatimizga ko'ra kelin salomimizni boshlaymiz. Hazab ostoningizni baxtabay dirib kelinchay. Yo'lingizga poyandoz bo'lay dedi kelinchay. Xizmatingizda doim turay dedi kelinchay. Barchangizga ta'zimdan salom yo'llar kelinchay. Avval boshdan aytaylik, gunoh bo'lsa kechaylik. Assalom kelin salom, avval Allohga salom. Tog'i toshni bir qilgani, 2 yoshni juft qilgani. Assalom kelin salom, payg'ambarlarga salom. Mana endi hurmatli kelin-kuyovlarimiz, sizlarni Turkmaniston shahrimizdan video kamera orqali tomosha qilib, sizlarning baxtlaringizga baxt tilab, duo tilab o'tirgan kelin salomimizni ona-otalarimizga yo'llab qo'yamiz. Darvozani kim ochganmi? Dunyo molini sochganmi? Hay-haylatib to'y berganmi? Mamaylatib qo'y so'yganmi? Assalom kelin salom, qaynotasiga egilib kelinimizdan 3 salom. O'g'il tug'ib kerilganmi? Kelin ko'rib sevilganmi? Assalom kelin salom, qaynonasiga egilib kelinimizdan 3 salom. Yaxshisini oshirganmi? Yomonini dashirganmi? Assalom kelin salom, amma xalalarimizga egilib kelinimizdan 3 salom. Beqasam kunlar kiyishganmi? Har bir ishga qarashganmi? Assalom kelin salom, qaynog'alariga, tog'ajonlariga, amakilariga bir salom. Qizilgulning xinchasi, otasining erkasi. Assalom kelin salom, qaynsingilarga, qaynopalarga egilib kelinimizdan 3 salom. Sochini qishni taragan, qizlar o'tsa qaragan. Assalom kelin salom, qaynikalariga egilib kelinimizdan 3 salom. Mehmon kelsa xo'sh degan, mehmon xona bo'sh degan. Assalom kelin salom, xalajonlariga egilib kelinimizdan 3 salom. O'lam o'layin, o'lam uchun o'layin, o'lajonim to'qilgandan o'zim xizmat qilayin degan o'lajonlarga kelin salom beramiz. Mana endi hurmatli kuyovjo'ralar, tayyor bo'lsangiz, asta-sekin kelib, qistirlaringizni qistirib ketaverasizlar. 3 kun oldin kelishgan, kastim shimlar kiyishgan, to'yda xizmat qilishgan, oshna-do'stlarimizga egilib kelinimizdan 3 salom. Qani oshnalarimiz uchun qaysi chalib qo'yamiz azizlar? Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. To'ylar bor bo'lsin. To'ylar bor bo'lsin. Mana endi kelin boshamiz, kuyovjo'ramizga qarab turib olasiz. Baland uyning tolidan, kelin boshla nomidan. Assalom kelin salom, kuyovjo'ramiz Davronjonga egilib kelinimizdan 3 salom. Güzellikten boy ekan.
Geliyor azizim seni Özyen şemal çağırıyor bizi Doğuşuşmalar ikimizi Mana endi hurmatli kelin-kuyovlarimiz, sizlarimiz o'z joylaringizga o'tishlaringizga ruxsat beramiz. Marhamat. Yo'lladim. Assalom deb so'zlariga sog'lik, omon tiladim. Salom so'zi muqaddas, salom so'zi muqaddas. Tog'a xalam ammaga, salom bo'lsin hammaga. Assalomu alaykum, uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar, sho'x yigit qizlar va aziz davramiz qatnashchilari. Mana bu oqshom İstanbul shahrimizda Jandin salonida Hasan akamiz, Qizlargul opamiz, O'razberdiyevlar, Rashid akamiz, Armagul opamiz Eshbayevlar xonadonida
katta to'y, katta tantana. To'yimizning sababchilari bo'lgan farzandlari Davronjon va Laylaxonning baxt va visol oqshomlari. Shu fursatdan foydalanib, kelin-kuyovlarimizni shaxsan o'z nomimdan, san'atkorlar nomidan, qolaversa hurmatli kelin-kuyovlarimiz, sizlarni Turkmaniston shahrimizda video kamera orqali tomosha qilib, sizlarning baxtlaringizga baxt tilab o'tirgan ota-onalaringiz va qaymu qarindoshlaringiz nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Yuzlaringizdan tabassum, chehralaringizdan kulgi orimasin. Shunday baxt topingki, topgan baxtingiz o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga qaragan baxtiyor odamlar orqangizdan havas bilan qarasin. Aziz xalqim, hurmatli Turkmaniston vatandoshim, mehribon opa-singillarim va aka-ukalarim, barchalaringizni kirib kelgan Ramazon hayit bayromi bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'tgan yil bu sahnalarda joylar qiling, mashinalar oling, farzand to'ylari, kelin to'ylari qiling deya sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan behoyat xursandmiz. Kirib kelgan hayit Ramazon bayramlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Shunday ekan, hurmatli aziz mehmonlarim, har narsaning ochilishi bo'lganidek, bugungi to'yimizni ham ochib berish uchun so'z navbatini hurmatli to'y mikrofonimizga kuyovtiramizning Ollanazar Jezasi va Gulshirin xalasini to'yimizni ochib berish uchun davramizga taklif qilamiz. Marhamat, Ollanazar Jezasi, Gulshirin xalasi, kelingizlar, girillatib to'yimizni ochib berib ketasizlar. Taroziga tosh bo'lganmi, qarindoshga qosh bo'lganmi, kelin topish sizdan deganmi, xarajati bizdan deganmi, to'yni boshlash sizdan deganmi, to'yni ochish bizdan deganmi. Yaznajonisi, xalajonisi, xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Hurmatli uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar, mana shu kun inim Davronjonim o'ylab o'tirib qo'ying. Hemmam ağzı girçe soğulu, hemmam tansa. Nezi bu dindeki şu vaatlarım aktif toylarını şöyle hemmam da oturmak müyesseresi. Toy açık değil bir var yani. Mana bugünkü toyumuzun sabahkarları ilkilayaş Davronjon bilan Laylajonning muborak to'ylari ekan. Ben bularga basadat hayat yillarining ham baxtli bo'lmani tilayman hamda to'yimizni ochiq deb e'lon Rahmat, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Nasib-bo'lsa sizlarning xonadonlaringizda ham shunday to'ylar ko'payib deymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahdan qochadi shayton. Barchamizni Allohim asrasin, dasturxon boshida duo asrasin. Ruxsat eting azizlarim. Sizlarning gulroz qarsaqlaringiz ostida, san'atkorlarimizning jo'shqin qo'shiqlari ostida bugungi to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Mana endi hurmatli aziz mehmonlarim, sizlarni dasturxonimizga qo'yilgan noz-ne'matlardan yeb o'tishlaringizni so'raymiz va hurmatli kelin-kuyovlarimizning o'tirishiga ruxsat beramiz. Marhamat yo'llaridek uzun baxt yo'lin oldida Davronjon yor bilan tutar. Eymanib lab tishlar Laylaxon bugun 2 yosh azizlar sizlarni kutar. Dunyoni bir kezib topding yagona, mana sevgilingga turibsan qarab. Qani piyolani to'ldiring yana, noshaga to'libdi qarang taraf. Bugun sizni qutlar do'sti qadrdon, yosh bahor umringiz nurlariga to'lsin. Bo'lmasin jafolar, bo'lmasin hijron. Davronjon ezgi bog' muborak bo'lsin.
Otang oq yo'ldida boshingni silab, onang ostonangda turar baxtilab, ikkalarim qoldi orqangdan qarab, baxtiginang muborak bo'lsin kelinchak. Oppoq qo'llar bilan tandir yoqasiz, siz bu xonadonga juda yoqasiz, qayinsingillariga kelib boqasiz, baxtiginang muborak bo'lsin kelinchak. Oqtarib topganim bitta so'z bo'ldi, baxtiya otadim bu so'z nomini. Odatda baxtilar sevishganlariga, men ham baxt tilayman kelinchak sizga. Arzularning arzuiga, ikajonim Davronjon yetding bugun, baxt uyida xizmat qilish bizga nasib etdi bugun. Shunday ekan, hurmatli aziz mehmonlar, bu oqshom sizlarning xizmatlaringizda kamerada Madina studiyasi Rashid akamiz, operatorimiz Mahmudjon Bozorov, ovozi olamga ketgan, dog'i Dog'iston yetgan bu kunlarda o'zining qo'shiqlari bilan Istanbul shahrimizda to'ylarimizni savub bergan yosh san'atkor akamiz, Turkmaniston bulbuli Shazamanjon Achilov, qo'shiqchi qizimiz Oyaxonim Panjiyeva, albatta men Go'ya opamiz sizlarning xizmatlaringizda. Oppoq libos yarashibdi bo'ylaringizga, qayni qarindosh keldi to'ylaringizga. Allohimdan so'rayman, nur yog'dirsin uylaringizga. Shazamanjon Achilov, Oyaxonim Panjiyeva xizmatdadir to'ylaringizda. To'ylar muborak bo'lsin. Mana endi hurmatli aziz mehmonlar, navbatimizni san'at kanaliga beramiz. Siz aziz mehmonlarimizni keng davramizga o'yinga chorlab qolamiz. Marhamat. Rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Davronjon aka baxshi bo'ling. Leylasining bilan baxshi bo'ling, taxshi bo'ling. Barcha qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Mehmonlarimizga ofiyat bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. To'ylar muborak bo'lsin barcha mehmonlarimizga. Shu xonadonda hamisha to'ylar bo'lsin. Qani davom qilamiz yangi qo'shiqlar birgalikda. Sizlar uchun. Oh,
Boshingizni baxtli qilsin. Biring silov, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringga, bo'ylaring qitliq bo'lsin. Bugungi baxt to'ylaring. Shunday hurmatli aziz mehmonlar. Bu oqshom to'yimizga hurmat bilan kelgan Teatrimizning Masha opasining do'stlari atidan Feruzaxon singlimizni hurmat bilan tabrik so'ziga chorlaymiz. Teatrimizning Masha opasining atidan kelgan do'stlari Feruzaxon. Keling davramizda bo'lsangiz kutmasdan bizdan tayyorlanib tursak, kelin poshshamizning yangasi Gulchehraxon. Teatrimizning Masha opasining do'stlari atidan Feruzaxon keling tabrik navbati so'z navbati sizga. Kelinoyimizning Gulchehraxon yangasi. Davrimizda bo'lsangiz keling, tabrik navbatini, so'z navbatini sizdan eshitamiz. Orqasidan tayyorlanib tursin kelinoyimizning Salomatxon ammasining Mehrigul qizlari. Marhamat, Gulnazaxon. Kelingizlar, tabrik navbatini, so'z navbatini sizlardan eshitamiz. Keling, keldi, ana bugun to'y bo'ladi. To'yda o'yin kulgi zo'r bo'ladi. Kelavering, ammalar va xolalar, bugungi to'y hamma to'ydan zo'r bo'ladi deb ammagachalardan tabrik so'zimizni eshitamiz. Marhamat. San'atkorlar so'z bo'lsa, savg'a salomlarimizni topshirib qo'yamiz. Marhamat. Sizga ham savg'a salomlarimiz bor ekan. Damadimiz Alisher sizlar avval hurmatlayman. Mashqalarimizni tinchlik sog'ladim va shu topshirma qilishni opamizga chaqirdim. Rahmat, sog' bo'lingizlar. San'atkorlar so'z bo'lsin, savg'a salomlarimizni topshirib qo'yamiz. Kelin-kuyovlarimizni shirinliklar uchun davramizga chorlaymiz. Arkadaşlar pastamız gelsin lütfen. Onajonim bog'idan oppa kaptar uchdi. Baxtiyor xonadonga baxti bor kelin tushdi. Bir qizim ikki bo'ldi. Qaynona qaynotaning tilim aykilib boqdi. Bag'ri butun xonaning kelin turar egin bosh. Qabul aylang salomni. Charlam qayni qarindosh. To'y bezg'isi sanamni. Kelincha gul kelinchak. Tinching bilsin ingalar. Ertamoq kech belinchak olib kelsin yangalar deb hurmatli kelin-kuyovlarimiz sizlarni shirinliklar uchun davramizga chorlab qolamiz. Arkadaşlar pastamız gelsin lütfen. Kimnidir kitamiz taqat qilamiz. Kimga
kulamiz, kimga kuyamiz, gohida mingayib chetda turamiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Bilamiz hammamiz banda-yu ajiz. Bilamiz dunyoga bizlar mehmonmiz. Bugun kelgan bo'lsak, erta ketamiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Yallayu tillalar o'tar bilasiz. Qayg'u olamlar o'tar bilasiz. Bir kuni Xudoyim kutar bilasiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima deb hurmatli kelin-kuyovlarimiz, sizlarni shirinliklar uchun davramizga chorlaymiz. Marhamat kelingizlar. Aziz kelin-kuyovlarimiz, marhamat kelingizlar, shirinliklar uchun sizlarni davramizga chorlab qolamiz. Aziz kelin-kuyovlarimiz, hayotingiz ishqi-tur tekshirin bo'lsin. Ustidagi gullardek ochilib tursin. Shampanskidek porloq bo'lsin. Doim bir-birlaringizni sevib yashangizlar. Baxt to'ylaringiz muborak bo'lsin. Marhamat kelin-kuyovlarimiz, bir-birlaringizga davramizga qo'yilgan shirinliklardan yedirib qo'yasizlar. Kelinoyimizning onasi, kuyovdiramizning xalasi, kelingizlar, sizlar ham farzandlaringizning yonida bo'lingizlar. Bahorning gulidan sizga ilgasdan, chin yurak so'zlarim sizga payvasdan. Bir asr yashangu yana bir asr, baxt to'ylaringiz muborak bo'lsin. O'tiringiz yarashib taxtgan, erishingiz eng oliy baxtga. Ko'z tegmasin iloyim sizga, baxt to'ylaringiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqt qo'llari, yomondan asrab yoshiga yo'llar, yaqinlar baxtiga sog'-omon bo'ling. Baxt to'ylaringiz muborak bo'lsin deb kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan oltin yuzuklarimizni bir-birlariga taqib qo'yishlariga iltimos qilamiz. Marhamat kelin-kuyovlarimiz. Oltin yuzuk taqib yorning qo'liga, kiryapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatingiz shirin, turmush quringizlar, oq fatiha olib, baxtli bo'lingizlar. Yurimiz farsoq chalib qo'yamiz oshnalari. Hamma shampanskimiz tayyor bo'lsa, oshnalari, shunday go'zal to'ylarda shampanska ochamiz sizlar. Davronjon va Laylaxon uchun shampanska ochamiz sizlar. Qani oshnalari? Har kimning ham sochlariga oq tushsin. To'ylar talab yelkasiga oq tushsin. Bu kunlarni ko'rmoqlikni Xudoyim har bir yoshi bandasiga nasib etsin azizlar. Marhamat kelin-kuyovlarimizga shampanska taqdim etamiz. Ko'taring do'stlarim ushbu qadoqni, dunyoda sevgining borligi uchun. Ko'taring do'stlarim ushbu qadoqni.
Allohni Davronjon Bolaxoning sog'ligi uchun deb kelingizlar kelinoyimizning onasi va kuyovto'ramizning xolasidan tabrik so'zini eshitamiz. Kuyovto'ramizning opasi marhamat sizdan tabrik so'zini eshitamiz. Rossiyada o'qib kelgan jannatdagi singlim Islomdan oltin yuzuklar taqdim muborak bo'lsin. Mayli dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli aroq miska uzatma, diydoriga qo'y. Ostonangga to'ldirib ko'rsatganda qo'y. Bir kunda bir sahar do'st uchun yashadi. Marhamat, azamat qo'y. Tabrik so'zini sizdan eshitamiz. Duo salomlar, duoda eng go'zal shirin kamonlar. Ilohim baxtingizni ularga to'lsin, bugungi visol oqshomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum barcha yoshu qariga, mana bu to'yda yurgan insonlarning bariga. Endi aytayin tilak, do'stim to'ylar muborak, aziqar yurak, kuyovlik davri keldi. Ko'ngil ipin yechasiz, ishq mayidan ichasiz, endi qizlardan kechasiz, kuyovlik davri keldi. Boshlanar uy qurishlar, shirin hayol surishlar, kech yotib kech turishlar, kuyovlik davri keldi. Avval yoqib ketadi, keyin bezor etadi, kunda ikkita etadi, kuyovlik davri keldi. Hali ko'p ishlar tushar, o'ylab qo'shni qashiysiz, goh oshirib, goh yoshirib, sho'rmada atashiysiz. Boydoqlik bizori yurtingizda vaqtida, imo yoki WhatsApp yo Instagram saytida. Yig'ishtiring endi borin, dilda qolmasin g'ubor. Tunda netga kirishdan-da muhimroq ishingiz bor. Do'stim. Mana tushdik oxir, buzg'or degan tuzoqqa. Kelin bolani tashlab ketma, Rossiya yo'q qozoqqa. Tilagim shu doimo, omad sizga yor bo'lsin. Do'stlaringiz yuksalib, dushmaningiz xor bo'lsin. Ezgu niyat tilayman barcha yoshu qariga, nasib etsin kuyovlik boydoqlarning bariga. Kelin kuyov baxtli bo'lib, muhabbatga to'lsin ko'zlari. O'g'illari 5 ta bo'lsin, 5 ta bo'lsin qizlari. Rahmat so'zlagingiz uchun. Rahmat azizlar, gitmas, farzandlarimizga sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Nasib bugun Davronjonning vaqtida o'tirmak, xizmat qilmak nasib qildi. Endigi yil jajjigana farzandlar to'yida o'tirmak, xizmat qilmak barchamizga nasib qilsin. Oqamishdek o'g'ling bo'lsin, so'zi o'tkir. Ommangizni shirin so'zli qizing bo'lsin. Quda taraf oltin beshik olib kelsin. Mana bir yildan keyin bu xonadonda beshik to'ylari bo'lsin deganlar bir yil rozi farzand chalib qo'yamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deb, endi esa hurmatli aziz mehmonlar, Davronjonni bu yoshga keltirgan ota-onasi uchun kichkina salom-salomlarini yo'llab qo'yamiz.
bize yemeği yedirgen, bizi kiymeyi giydirgen onajoningiz va otajoningizga kichkina sevgi salomlarimizni yo'llaymiz. Allohimga yolvardim, yigit ko'rishim yengmagin, bu dunyoda jannatim onamga dard bermagin, bu dunyoda davlatim otamga dard bermagin. Yoshligimdan oshsa ham, soch soqoli o'ssa ham, mayli beni sevsa ham otamga dard bermagin. Oq yumruq oqtaragan, 4 farzandga qoragan, duolariga yaragan onamga dard bermagin. Onam ko'zidan tomsa yosh, yurak bo'g'rim ezadi, ota-onam boshini bugun oq soch bezadi. Alloh menga imkon berib, duolarini olib qolay, o'zim bir kun o'g'il bo'lib hajlarga olib boray. Bu she'rimni eshitib hech kim xafa bo'lmasin, ota-ona boshini hech bir farzand egmasin azizlar. Davronjon Ilaxon, ota-onalaringizning joni sog' bo'lsin. Doimo siz farzandlarini o'zlarining duolari bilan qutlab yursin deb yugurib hasrat chalib qo'yamiz otalarimiz va onalarimiz uchun. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deb endi esa azizlar davronni kengroq olamiz va kelin kuyovlarimizni baxt so'ziga valsga chorlab qolamiz. Jonning saloni Chelsea baxshi sozingni Boxshing yetishi zaman jon kaylasin. Davronni kengroq oling, kelin kuyov baxt so'ziga valsga o'ynasin deb navbatimizni Turkmaniston bo'limi shu zamonjon ochilib oyaxonim Panjimaga beramiz. Marhamat. Tarixlere altın kartta kalsın sevgilim.
sen benim Baktiydi sen Ey könglimning ardovi qalbim suyangan tog'im xonadonım chirog'im baxtliman shu payt Tangri bergan boyligim qoshi kamon yoyligim o'zim chiroyligim baxtiydi sen Tangri bergan boyligim muhabbati soyligim o'zimning vafoligim baxtliman shu payt baxtiydi sen baxtiydi sen hayot yo'llaring men bilan bog'lagan baxtiydi sen baxtiydi sen afsus etmay sen meni Kim bor mendek baxtiyor umr bo'yi baxtga yor mening aytaman takror baxtliman shu payt hayot yo'llaring men bilan bog'lagan baxtliman shu payt baxtliman shu payt afsuslanmayman sizni tanlaganimga Bu yaştagan olamda shunday baxtli oilamda
oshna do'stlar orasida xizmat qilingizlar. Baxt asrini qirmoq bo'lsang, omad yo'lga yo'lasin, o'tib ketgan bobolarning takliflari qo'llasin. Do'stlar ko'rib sizni doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon kezdan Alloh o'zi asrasin. Shunday ekan, hurmatli aziz mehmonlarim, bu oqshom Davronjon va Leylaxonni, Hasan akamiz, qizlar Gul opamiz, O'razberdiyevlar xonadonini, Rashid akamiz, Armangul opamiz, Eshbayevlar xonadonini hurmatlab kelgan barcha aziz mehmonlarimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Kelin kuyovlarimizga duo olish uchun Alloh nazar jazosini hurmatla to'y mikrofonimizga chorlaymiz. Marhamat, Alloh nazar jazosi keling, girillatib bir duo berib ketasiz. Marhamat, Alloh nazar akamiz keling, girillatib bir qayningizga, keliningizga duo berib ketasiz. Hurmatli izleyiciler, yerinizi ziyaret gelişin sağ olunlar. Nezip ponentinde şu an Beşiktaş'ın oturalı hep mağdur Allah'a yapmasın. Toylarımızda kaçsın nezip olsa. Amin. Mağatlı olasınlar. Rahmat, sağ bo'ling, omon bo'ling. Hamisha yoshlarimizni duolaringiz qo'llab-quvvatlab bersin. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga, iltijomiz shiorda yetib borsin Xudoga. Hayotdan mehr topib, baxtli bo'lsin ikki yosh, sevgisiga bir umr ahli bo'lsin ikki yosh, rohati nasib etsin barcha ota-onaga, har xonadon aylansin. Shundayam to'yxonada deb, hurmatli aziz mehmonlar, bu oqshom sizlarning xizmatlaringizda kamerada media studiyasi Rashid akamiz va Xurshidxon singlimiz, operatorda Mahmudjon akamiz, Turkmaniston bulbuli Shazamanjon va O'laxonim Panjiyeva sizlar uchun kuyladi. Barchalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Yana shunday to'ylarda ko'rishguncha xoyir deb yar salasi ostida kelin-kuyovlarimizni o'z xonadonlariga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, xayrli tong.